Assalomu alaykum do'stlar. Biz dunyodagi eng havosi toza va mo'jizaviy tabiatga ega bo'lgan Trabzondamiz. Eng chiroyli joylarni, eng chiroyli lokatsiyalarni tasavvur qilmaydigan joylarimizni bugun sizlarga ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like va podpiska bosishni unutmanglar. Do'stlarim, Trabzon kelganlaringizda pullaringizni almashtirib olmoqchi bo'lsangiz, mini bank shoxobchalari bor, lekin ular juda ham kam ekan va asosan xuddi o'zimizdagidek tanish bilish rejimi ekan. Hozir bizlarda ham bitta travel markazi nomiga olib kelishdi. O'sha yerdan pullaringizni almashtirsangiz bo'ladi. E'tirof uchun aytib o'tmoqchiman. Trabzon aeroportida kursni so'raganimizda 28 dan almashtirib beramiz dedi. O'zi kurs 38 edi. Ya'ni 10 TLga shu yerda ham tushirmoqchilar edi. Hozir bu yoqdan so'raganimizda 34-35 dan almashtirib berar ekan. Xullas, pul kerakmi? Bum bum bum. Do'stlar, biz Trabzonning Surmana qishlog'idamiz. Surmana haqida aytib beradigan bo'lsam, xuddi o'zimizning Namangan Chustiga o'xshaydi. O'zini pichoqlari bilan mashhur, Usmoniylar davridan beri ishlab chiqariladigan pichoqlarni demonstratsiya qilib beradi. Akif usta bichaqchilik magazinidamiz. Bu xuddi shop joy ekan. Kelinglar, ko'ramiz. Bravo. Gap yo'q. Do'stlar, mana shu pichoqlar bilan Usmoniy imperiyasining askarlari ham foydalangan ekan. Juda ham o'tkir. Buni siri hozir bizga aytishicha, siri nimada bo'lgan? Siri raskalyonniy mana shu pichoqni, raskalyonniy metallni delfinni yog'iga botirishgan ekan. Delfinni yog'iga. O'zlarini metodida, bu butun dunyoda faqat yediniy metod ekan. Mana shundan foydalanishar ekan. Ko'rganlaringiz mana chappa qilib tashyaptilar. Albatta kirib o'tinglar. Do'stlarimizlarning endigi lokatsiyamiz eski Tog'lu degan joyga keldi. Yuringlar, manzarani bitta guvoh bo'linglar, o'zlaring ko'ringlar-da. Ajoyib sharsharasi bor ekan, ketdik. Do'stlar, manzaraga bitta guvoh bo'linglar-da. Til ojiz deydi-ku, o'zi o'rganib qolgan gap. Sharsharani qaranglar. Do'stlarim, bu yerda zo'r qiziq narsalardan biri salinjak degan mana bu attraksioni bor ekan. Tepaga otib boradi. Xudo xolasa, narxi 200 lira ekan. Hozir sinab ko'ramiz o'zimizni. Hamma narsa qilamiz. Ishonaveringlar, hamma narsa qilib ko'ramiz. Do'stlar, ekstrem sari yana olg'a. Chalong'och ekan. Ya'ni kacheli, menimcha, lekin manzarani qaranglar. Vashi atrof vashi go'zal. Demak, hozir yuqoriga ko'tarilaveryapmiz. Bratim yordam beryaptilar. Telefoning tushib ketsa, ayb o'zingda deyaptilar. Mayli, ayb o'zimizda. Nima qilamiz endi? Bismillahirrohmanirrohim. Wow! Vashi mazza ekan lekin. Vashi mazza. Vashi mazza.
Do'stlar, biz Sharshara yonidamiz. Вообще atmosfera juda ham go'zal. Mana shu yoqda suv tomchilari shunday yuzingizga urib turibdi. Albatta, mana shu Sharsharaning yoniga keringlar, o'zlaringizga kerak bo'ladigan eng zo'r emotsiyalarni aynan mana shu joydan olib ketinglar. Welcome. Do'stlar, va nihoyat biz bu joyni topdik. Tursiyaning Shvetsariyasi, manzara juda ham go'zal. Biz ayni damda Ayder platasidamiz. Bu plata hozirgi kunlargacha yopiq bo'lgan o'zi, faqat sultonlar kirishi mumkin bo'lgan dam olish maskani bo'lgan. Hozir esa butun dunyoga o'z quchoqlarini ochib turibdi. Ayder platasi 1350 metr yer sathidan balandlikda joylashgan. Tabiatni haqiqatan ham sinit qiladiganlar uchun o'pkasini qadrlagan insonlar uchun aynan mana shu turistik joyni tavsiya qilib qolamiz. Hamma narsa shifobaxsh deyapti, hatto qorlarigacha. Hozir biz aprelni o'rtasidamiz. Qor yog'ib turibdi bu yoqlarga va quyosh charaqlagan. Qish, yoz, bahor va kuz 4 ta faslni bir vaqtning o'zida jamlagan Ayder platasi. Barchaga assalomu alaykum. Qorlardan tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu. Choyim qolmadi. Choydan icham. Abi choy berasin, choy deb. Bu yerga kelganimiz yana bitta sababi aynan mana shu Ayder platasini mashhurlari bor. Uni bittasining ismi Atesh, ikkinchisi Alex. Vashye mazada, shunaqa o'rgatilgan. Gapirishni bilar ekan daji. Bilmayman, hali gaplashmadik. Oting nima sani? Nima oting? Isming nima? Isming nima? Qaydansan? Necha zo'rsan? Vashye mazal ekan. Lekin adrenalinni zo'ri. Ana, tushlayman deyapti. Qayga borsam boshda do'ppim deyman-ku. Do'ppi nimani bildiradi? Siz o'zbekmisiz deb odamlar so'rashni boshlaydi. Avvalambor o'zbekni bilganlar. Akamiz o'zbek ekanlar, faqat Afg'onistondan ekanlar. Afg'onistonda o'zbegi. Bu yoqda osh pishirar ekanlar, narsalar pishirar ekanlar. Xullas, mana shu Dog'a Resort degan mehmonxonadamiz. Mana shu mehmonxonaning oshpazlari ekan. O'lni o'zbekcha ovqatlarni ham pishiraverar ekanlar. O'zbekistondan kelgan turistlar marhamat qilaverasizlar. O'zbekcha ovqatlar, o'zbekcha poveri bilan eksklyuziv hammasi ichida. Gap bo'lishi mumkin emas aka. O'zbeklarga nima deysiz? Qonunlar malaka bo'lganlar dariya bo'lsa bayrog'i bo'la olsin. Kelsinmi o'zbeklar bu yerga? Kelsin, hamisha biz xizmatkamiz berib o'zbeklar siz tanasiz deydi, har kas kelar degan. Xo'p, birinchi qarang, bizning nomimizdan birinchi kelgan o'zbeklarga nima bitta Samarqandcha osh pishirib berasizmi? Shunday bonusiga deb. Xizmatlarigamiz. Qilib berasizmi? Bonusiga. 10 kishi shunday delegatsiya keladi, shunday Samarqandcha oshni shunday pishirib berasiz. Dog'a Resort nomidan. Tamam, yaxshi. Bo'ldi, ha? Demak, kutamiz. Shunday chiqqanidan bo'ldi. Lokatsiya hamma narsasini pastga qo'yib qo'yamiz. Mana shu o'zbek afg'on akamiz bizga oshlarni bombalatib beradilar. Xudo xolasa kelaverasizlar. Demak do'stlar, tog' qo'ynidagi mehmonxonani ko'rsatib ketdik. Kirishda mini kuxnyalari, mana shunaqa ajoyib spalnilari, bu yoqda sanuzel, mana bunaqa jakuziga bitta baho beringlar. Maza qilib tashab o'tirasizlar. Endi asosiysiga tayyor bo'linglar. Mana bu manzaraga. 1350 metr balandlikdamiz. Adrenalin olishda davom etamiz. Har xillari bor. Mana bu yoqda mana zipline.
Marhamat. Qani sarpola kiydiryapti bizga. Oh. Rahmat. One, hot, good. Katta ish qilib, bismillahirrohmanirrohim. Muxlislarimizga mazzali ekan, atmosferani qaranglar. Zo'r ekan. Oy! Kelib oldi. Do'stlar, bunaqangi chiroyli manzarada, bunaqangi toza havoda nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Albatta, toza va tabiiy mahsulotlar. Ayni damda biz Trabzondagi eng toza mahsulotlar, tabiiy mahsulotlar sotiladigan joyga keldik. Katta market. Bu yerda ularning firmenli lukumlari sotilar ekan. Uni tatib ko'rish albatta kerak. Mana bunaqa choylar bilan hammani kutib olishayapti. Marhamat, kiramiz. Demak, lukumlarni ta'min topib ko'ramiz. Demak, mana bu bilmadim nimali. Bismillahirrohmanirrohim. Shirinlik sevuvchilar uchun mana anorli ekan. Demak, choy-chayin bekordan berilmabdi. Hamma ko'p. Eng zo'ri qanaqa ekan? Mana bu. Nimali bu? To'g'ri. Hurmatli do'stlar, hozir tatib ko'rganlarimiz ta'mlari juda ham betakror. Albatta, sizlar ham bu ta'mdan bahramand bo'lishlaringiz uchun mana shunaqa bitta qutichasini ichida 5 ta ekan. Mana shuni olamiz. Bu sizlar uchun. Eng aktivlaringiz uchun mana shuni sovg'a qilib yuboramiz. Xudo xolasa, O'zbekistonda buni qaytgandan keyin beramiz. Nasib bo'lsa agar, bo'ldi. Sizlarga oldik mana shuni. Do'stlar, tabiiy narsalar sotiladigan deganimda men adashganim emas, qaranglar. Bu yerda ana shu tog'larni, hamma joylarda boy o'simliklarni yeb, arilar, har xil tabiiy asallari bor, davolovchi, shifobaxsh mahsulotlari bor ekan. Keyin mana bunaqa nimalar. Abijon. Abi. Bu nima bu? Bu güzel. Nima go'zal? Güzel bu. Yo, nimasi go'zal? Bu Raketa. Sovyet roketi. Bo'ldi. Baykonurda chiqadigan raketaday bo'laykansiz. Короче, bu bizlar erkak muxlislarimiz uchun. Sen ichganmisan buni? Buni ichganmisan? Biz mana shu gruppovoy infoturlarga kelganingizda bitta plyus taraflaridan biri sizlar bez informatsiya olib ketmaysizlar. Qayerga boradiganlaringiz, nima qilishlaringiz, uja joyda tabiati, tarixi, mo'jizalari, yangiliklari haqida shunaqa malakali gidlar aytib borishadi. Xullas, nafaqat emotsiyalarga, balki informatsiyalarga, o'sha joyda tarixlarga polностью ega bo'lib kelasizlar, xudo xolasa. Albatta, maslahat beraman. Kashtanchalar yeb ko'ramiz. Kashtan yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yong'oqda issiq qaynoq. Maslahat beraman. Demak, do'stlar, hozir men sizlarga baxtli hayot sirini ochaman. Buning uchun bizga bitta klubnika, bitta chashkacha va mana bunaqa morojenoy kerak bo'ladi. Bu mana bunaqa rozovый shokolad ekan. Rozovый shokoladni aralashtirib bo'lmaydimi? Hopda ta'mini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir qaramay turinglar-da. Hozir bo'lay. To'xtanglar, yana bitta zo'rini qilay. Hozir. Oh! Marhamat. Nima deyapti bu? Nima deyapti? Hammani uyida ana shunaqa fontanlar ishlab tursin, xudo xolasa.
Demak, havas ko'rib qo'yadiganlar uchun hammaga shunaqa nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. To'g'dala, yana bitta qo'ray, to'g'dala. Demak, bolajonlarim bu sizlar uchun. Xush geldiniz. Hozir bizlar tog' yonbag'rida gözlama yoqamiz. Gözlama yopamiz, xudo xolasa. Buning uchun bizlarga ozgina sabr va onamning mehrlari kerak bo'ladi. Xudo xolasa boshladik. Dayte, protsess ketib. Nima qilayman? Men nima qilay? Qo'limda artib turaymi salfetkaga? Ha. Yordam beraman. Aylantiramiz, to'g'rimi? Bu o'zimizda ana unga o'xshaykan, g'ilmindiga o'xshab ketar ekanmi? Hop. Bravissimo. Şef. Şef. Ali şef. Evet, şefsin. Ali şef. Bo'ldimi? Yana aylantiraymi? Şef bir tane daha. Yana ketdi, yana bitta. Evet, maşallah. Yana bitta ketdi. Maşallah. Nechta farzandingiz bor? Chujuklaringiz nechta chujuk? Dört tane çocuk. 4 dona chujuk. Çocuk. Ha, chujukmi? Evet, Ana. çocuk. Aladi. Hamma chujuk. Ailecek burada. Polni semeyni biznes ekan bu yoqda. U klubnachi ham, unisi odam hammasi farzandlari ekan onani. Gap yo'q. Baba nerede baba? Trabzon. Baba Trabzonda. Bo'ldi. Ota Trabzonda dam olyaptilar, bular bu yoqda biznes ketyapti, xudo xolasa. Ayting. Bu nima bu? Qaranglar. Lamblay sir. Lamblay sir. Oh. Zelinchalar yo'qmi? Men bulardan sepmaymizmi? Zaten. Ha. Tamam. Qaysi? Bumi? Evet. Bo'lurmi? Olur. Olur. Oy. To'xtang, men bitta kesay. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Oh, Açmaz. oh, solamiz. Mana bunday. Mana bunday. Hozir birisini chujuklaringizga beramiz, birisini. Bo'lurmi? Afiyet olsun. Afiyet olsun, teşekkür. Abla. Ana, marhamat. Chiroyliga qaranglar. Endi oldimda ayajonim bo'lsa edi, birinchi kusokni shu ayajonimga berardim. Ayajonim oldimda bo'lmasligi uchun birinchi kusokni shu onamga beraman. Marhamat. Teşekkür ederim. Ikkomiz qildik-ku. Ikkinchisini men o'zim ham ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Qanday chiqdi? Şahane değil mi? Maşallah. Ana, teşekkür. Polis bering. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür, Ben de teşekkür. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Biz işimizni tugatdik. Pul bermaysizlar menga. Uzungul taxminan 500 yil avval yer ko'chkisi bo'lgandan keyin iskussiy obrazi mana shunda paydo bo'lib qolgan. Ya'ni daryo to'silib qolgani yer sathidan 1090 metr balandlikda joylashgan mana shu Uzungul. Tasavvur qilyapsan, baland tog'larning o'rtasida katta ko'l paydo bo'lgan. Uzunligi 1 kilometr, eni 500 metr, eng chuqur nuqtasi 15 metrni tashkil etadi. Do'stlar, Uzungulda joylashgan neobычный mehmonxonaga keldik. Ko'rinishidan birinchi navbatda bu Mr. Frodoni uyiga o'xshab turasizlar. Ketdik hozir. Xonalari, voy, mana bu jo'chasini qaranglar. Jujuklaringiz uchun, kichik farzandlaringiz uchun mana shunaqa jo'cha, va shu neobычный. Вот onlarning spalnisi. Eng qiziqarli joyga kelamiz. Assalomu alaykum. Manzarani baho beringlar, va shu gap bo'lishi mumkin emas. Uzungul. Do'stlar, Samarqandliklar qayda yo'q? Samarqandliklar oyda yo'q. Chunki oyda foyda yo'q.
Marhamat, Samarqandda mana shunaqa galosiyo nonlarini Turkiyaning uzun yo'liga olib keldik. Bay. Hozir vatandoshlar bilan bo'lishamiz, xudo xolisa filonni. Hammaga yoqimli ishtaha. Kim oqa deb ko'radigansiz. This is Samarkand non. Oling. Oling, hammasini oling. Соберите. Можно. Thank you. Thank you. This is Where you from? Samarkand. Where you from? Uzbekistan, Samarkand. Uzbekistan? Yes. Samarkand? Yes. Oh, okay. Good. Yoqimli ishtaha. Bularga beramiz. Assalomu alaykum. This is Samarkand food. Non. Hammasini oling. Hammasini oling. Assalomu alaykum. I'm from Uzbekistan, Samarkand. This is Samarkand non bread. Yes. Mana shuni. Bitta ushlab turing-da bitta. Ushlab turing. No. Take it. Aha. Marhamat. Samarqandni his qilinglar. Sizga qo'yaman. Bo'ldi. Sog' bo'linglar. Kelinglar. Assalomu alaykum. Nice to meet you. Assalomu alaykum. I'm from Uzbekistan, Samarkand. This Uzbekistan, Samarkand. This Samarkand national this bread. Gala Osio non. Ushab no. Take it, please. Take it. Hidini ko'r. Shunday. Yeah, abi. Astagfirullah. Astagfirullah. Oling. Ha, non. A little qilasizlar. Bo'ldi. Ha, oling, bo'ldi. Little yo'q. Thank you so much. Uzbekistan, yes. Samarkand. Buxoro, Samarkand, Xiva, Toshkent. Samarqandni dunyo his qildi-ku. Mazzami? Bitta like-chan bosamiz Samarqand uchun. Ketdik. Mazza-ku. To'lish chiqaraylar. Bunaqa narodniy raqslar bilan o'g'il bolalarni o'ynagan ko'rgandim, lekin qizlari ham bunaqa qilishi vahsha gap bo'lishi mumkin emas. Davron o'rtasiga borib o'zim sakraveramiz. Men keldim deb. Evet. Yeşil çayı yapımımızdan bahsedelim. Görmüş oldukları şu iki paket. Zo'r bo'lyapti, choy haqida zo'r informatsiyalarni olyapmiz. Sizlar tushuntirib beraman. Машину, которая делает круговые движения, придает чаю вот такой вот вид. Xullas choylar taqdimoti bo'lyapti. Qora choy, ko'k choy, oq choy ham bo'lar ekan. Oq choy haqida informatsiya olyapmiz. Matcha choylar, har xil choylar degustatsiyasi. Choy hamma dardga davo ekan, bilmagan bo'lsangiz bilib olinglar. Demak, do'stlar, choy qanaqa qilib ishlab chiqariladi? Qisman hozir juda katta bilim oldim, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Demak, mana bunaqa yaproqlar, mana zo'rini ko'rsatay, mana 3,5 ta yaproq bo'lsa agar o'sha payt terilar ekan, may oyida terilar ekan choy. Qaranglar. Mana bu va mana bu. Mana shu 3 ta yaprog'i choyga ketar ekan. Qolgani hammasi bu, nima deyman, bu kerak emas ekan, bitta shaklda turaverar ekan. Tasavvur qilyapsan? Mana shunaqa choylarni qo'l bilan yig'ishar ekan, mana shunday bitta qilib yig'ishar ekan. Eng uchidagisidan oq choy tayyorlanar ekan. Bitta odam atiga 100 gram tayyorlar ekan bundan. Eng zo'r terintisi ham. Qolgani mana bu yashil choy bilan ko'k choy, yashil choy bilan qora choy ketar ekan, mana shunaqa. Gap bo'lishi mumkin. Qora choy, ko'k choy, oq choy. 3 xil choy. Matchalari bor ekan, har xil narsalari bor ekan. Xullas, choy hamma narsaga davo ekan. Ko'p narsalarni aytib berishdi. Choy ichamiz endi. Bugundan boshlab to'qatak choy ichamiz. Choyxona, go'zal choyxona. Qo'lda choyniklarimiz hozir yetishmayapti-da. Ayye, o'zbegim. Ko'pchilik
so'raydi, ko'pchilik bilgan bilmaganlarga ham bir bor aytib o'taman. Bardak choy, turkcha choy deydi, bardak choy deydi. Mana shu idishning nomi bardak. Mana shu ichida qanaqa qora choy berilsa ham bu, ko'k choy berilsa ham shu bardak choy bo'ldi. Mana shu bardak choydi, mana idish. Chashkasining nomi bardak. Shuning uchun turklarda choyi ham bardaqcha deyiladi. Bizlarda hamma Toshkentda, hamma joyda populyar bo'lib ketdi. Xudo xolasa, kevrasizlar. Yaxshiroq bilimlarni olmoqchi bo'lsalaring, albatta Trabzonga kelinglar. Choy haqida butun informatsiyani olib ketasizlar. Choyolog bo'lib ketasizlar. Choyolog, choylar, choy fanlari doktori, choyolog, professor Alisher Uralov. Obuna bo'lamiz, podpiska, like bosinglar. Do'stlar, Trabzonda eng zo'r narsa bilasizlarmi nima? Bu albatta ularning futboli. Bugun biza baxtli tasodif tufayli biza derbiga tushib qoldik. Kelinglar, maydonni ko'ringlar bitta. Nodir akam yetishmayapti-da bu yerga. Wow! Mana manzara sizlarga davochi! Bosinglar. Atmosfera shunaqa. Fan klub yerlardan ham balet qilyapti. Gol emas ekan, mayli. Do'stlarim, Trabzon kelsalaring, albatta futbol ko'ringlar mana. Uzoqdan ko'ra olmasalaring, mana unaqa translyatsiyalarni ham birdan yoqib berar ekanlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bugun derbi. Biz hozir VIP zonadamiz. Mana shunaqa sharoitlari o'zimizni Bunyodkorda VIP zonasiga o'xshaydi. Lekin atmosfera juda ham zo'r. Do'stlar, Trabzon shahrini nomeri bu 61. Hozir futbol o'yinida ham 61-daqiqada bizlarni mo'jiza kutib turibdi. Xudo xolasa shunday deyishyapti. Demak, muxlislarni qanchalik kuchli balet qilishini ayni damda hozir ko'ramiz. Salgina bo'lyapti-da. Do'stlar, futboldan emotsiyalarim juda ham yuksak darajada. Futbol o'zgacha ekan, haqiqiy Yevropa o'rnidagi futbol. Muxlislarni balet qilishlariga-ku vachi gap bo'lishi mumkin emas. Atmosfera haligacha stadionda odamlar tark etgani emas, o'sha 90-minut qo'shimcha daqiqalar qo'shilib berildi. Maza qildim. Rosti maza qildim. Trabzonga kelganlaringizda albatta futbolda hech bo'lmasa bitta o'yiniga kirib o'tinglar. Har hafta o'zi o'yin bo'lib turadi. Maza qilib ketasizlar. Aya Sofiya masjidi 13-asrda qurilgan bo'lib, u oldin cherkov sifatida bo'lgan. Birinchi jahon urushi paytida Rossiya armiyasi tomonidan ombor hamda harbiy gospital sifatida foydalanilgan. 2013-yilda esa Aya Sofiya masjidi ibodatxona qilib, o'zi ofitsial mana topshirilgan. Shu paytgacha cherkov ham bo'lgan, bu islom masjidi ham bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Hozir mana ibodatxona. Do'stlarim, biz Trabzonni eng chiroyli joylaridan biri Aya Sofiya masjidiga keldik. Hozir uni ichi bilan batafsil tanishamiz. Ketdik. Qiziqarli fakt ham aytib bermoqchiman. Mana ko'rib turganlaringiz, hozir Aya Sofiya bu prям qirg'oqning yonida joylashgan bo'lgan. Tasavvur qilinglar, suv mana shu joygacha kelib turgan. Mana shu yerga suv urilib turgan prizlari. Hozir esa suv shunchalik uzoqqa ketib qolgan, suv qochgan bu yoqdan. Уже 100 yilliklar davomida suv asta qochib ketyapti. Bu yoqlardan уже yo'llar qilingan. To'g'rida monumentni ko'rib turibmiz. U yoqda haykal turibdi. U haykal Trabzonda bir milliy raqsini ko'rsatib turar ekan. Mana bunaqa stoykada xullas. Hoppa, hop.
Mana shunaqa ularning o'yini milliy o'yinlar ekan. Xullas, Aya Sofiya maza qildik, kelamiz do'stlar. Albatta. Do'stlar qaranglar, masjidni saqlab qolish uchun turklar nima qilishyapti? Buni ustidan mana oynali qilishyapti polni ustidan, chunki pastida mana bu polni qurilgan narsa boya aytib o'tgandek 13-asrga tegishli bu joy, juda ham istoritskiy. Kelajak avlodga bu inshootni yetkazish uchun ko'proq qurib berish uchun mana shunday narsa qilib qo'yishibdi. Ofarin. Bizlarda ham qilsa zo'r bo'ladi shunaqa narsalarni. Demak, do'stlarim, orqamda turgan ayni inshoot 1890-yillarda Bizantiya usulida arxitektura asosida qurilgan ayni inshoot Mustafa Kamol Otaturk nomi bilan mashhur. Aynan u insonning saroylari bo'lgan. Kamol Otaturk 3 marta ayni Trabzon shahriga kelgan va 2 marta mana shu saroyda qolganlar. 1934-yilda kelgan vizitlarida davlat uchun juda ham muhim qarorni qabul qilganlar. O'z mulklarini davlatga topshirish haqidagi buyruq qarorni ayni mana shu saroyda imzolagan va bu Turkiya tarixidagi juda ham katta o'zgarishlarga olib kelgan. O'zi bu saroy qurilganida Turkiyaning eng boy insonlarining biriniki bo'lgan, lekin Kamol Otaturk Trabzonga tashrif paytida ayni shu saroyning kalitlari unga topshirilgan. Ichkaridagi barcha narsalari xuddi o'sha vaqtgidek saqlanib qolingan. Bugungi kunda bu joy muzey sifatida ishlab kelmoqda. Kelamiz. Hazar hozir katta baxt bilan biz Trabzon shahar hokimi Ahmet Kaya bilan hozir uchrashyapmiz. Bular taklif qilishdi. Shundan lavhalarni qisqacha bo'lsa ham ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, rasmdagi ushbu inson turk millatining qahramoni, turklarning qahramoni Kamol Otaturk bo'ladi. Bu kishi esa hozir bilib turgan hozirgi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan va mana Kamol Otaturkning portretlari. Bular hamma joyda Kamol Otaturk juda ham ulug' siymo hisoblanadi. U kishi haqida hech qayerda yomon gap gapirilmaydi. Hamma u kishini qo'llab-quvvatlaydi, xotiralariga, ruhlariga. Bilasiz. Hozir vazirlikka kiryapmiz, vazir bilan uchrashuvga ketdik. Do'stlar, biz Trabzon gubernatori Aziz Yildirim bilan uchrashishga keldik. Butun delegatsiya bilan kuzatamiz. Do'stlar, biz ayni damda Trabzonning Machka tumaniga keldik. Bu yerda dengiz sathidan 1200 metr balandlikda joylashgan, qoyalar yonbag'rida qurilgan o'sha tarixiy Sumeyla monastiri joylashgan. Shu uzoqlardan ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yoqqa o'zi ancha balandlikka keldik, lekin piyoda ancha qadamlar qo'yib, ter to'kib chiqib olishimiz kerak ekan. Xudo xolasa bu joyga kelmasak bo'lmasdi. Yo'l bo'ylab sizlarga obzorini qilib beramiz. 8, 9, 10. Do'stlarim, har narsaga ham osonlikcha erishib bo'lmaydi. Haqiqiy go'zallikni
tashqi chinakam manzarani ko'rish uchun, qoyalarda joylashgan monastirni ko'rish uchun hozir piyoda 300 metr balandlikka 400 dan ortiq zinani bosib chiqamiz hozir. Nasha. Manzarani qarang. Atrofni go'zalligini qara, Tutti. Ajoyib manzaralar. Do'stlar, bugun sehrli chorshanba, bular aksiya o'tkazib yubordilar. Ana счастливый bilet shuni tortsa kimga bepul? Mana shu bepulidan oldik. Endi ketamiz. O'zlaring kelmoqchi bo'lsalaringiz, vxod 20 yevro. Monastirning ichiga. Nima uchun monastirga kirish kerak? Monastir juda qadimgi, bu yerda Yunonlarning monastiri, ya'ni cherkovi bo'lgan. Hozir ichini ko'ramiz, obzorni qilamiz. E'tiborli tarafi qoyani naq yuzida mana shunday qurib qo'yibdilar. Do'stlarim, Trabzonga kelgan sayyoh aynan Sumela monastiriga kelib ketmaslikka iloji yo'q. Chunki Trabzonni o'ziga yarasha simvoli hisoblanadi bu joy. O'zining madaniy tarixiga ega bo'lgan bu joy hozirgacha turistlarni mana qurshab turibdi. Vxodlari haqida ma'lumot berib o'tdim. Mana ko'rishingiz mumkin. O'sha vaqtlardan, o'sha asrlardan beri saqlanib qoladigan risunuklar, portretlar, hamma narsasi bor. Demak, welcome to Trabzon. Demak do'stlar, ayni mana shu xona rohiblarni kutubxonasi bo'lgan ekan. Mana shu yerda bilmayman, endi tasavvurim bo'yicha bu yoqqa sham qo'yilgan, mana bu yoqlarda kitoblar turgan. Menimcha shunday. Lekin atmosfera atrofda, lekin ruhoniylarga mazza bo'lgan ekan. Ushbu xona esa talabalarning yotoqxonasi bo'lgan ekan. Talabalar u tarafda tahsil olib, mana shu yoqqa kelib uxlashgan, yotishgan. Mana bu eshigi bo'lgan ekan. Eshik qayerga olib chiqadi ularni? Yopiq ekan. Uni qaranglar-da. Eshik qo'yilgan joyni qaranglar-da. Yaxshi o'qimagan talaba mana shu eshikdan chiqib ketgan menimcha. Do'stlar, Trabzonga kelib, haqiqiy turk koloritini olaman desalaringiz, albatta maydonga kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Bu yerda butun Trabzonda o'zini xalqi ham chiqib, aylanib yurishib, xuddi o'zimizni bulvar skverlarga o'xshagan. Pomimo mana shunaqa rassomlar ham bor, qo'shiq aytuvchilar ham bor, yaxshi kayfiyatli akalarimiz ham bor shu yerda. Hammasi juda chiroyli, ko'rib turganingizdek, yurib maza qiladigan joy.
Ey do'sti yorlar, Trabzonlik bolalar. Bugun mana shunaqa funikulyarda, ya'ni kanatli darogada chiroyli sayohat bizlarni chorlar. Sayohat narxlari bir kishiga borib qaytish bileti 600 TL, ya'ni qariyb $20. Qiziqarli tarafi family kabina bor ekan, ya'ni oilaviy kabina $500 ekan. Hozir ko'ramiz nima bor ekan oilaviy kabinasida, agar bizga ko'rishga ruxsat bersalar. VIP'si esa 2,5 TL, ya'ni qariyb $70-80. Mana funikulyarlar ko'ryapsizlar, qanaqa katta, masshtabli, yopiq. Menimcha bu 18 kishilik bo'lsa kerak. Demak, biz hozir dengiz sathidan 550 metr balandlikka chiqamiz. Funikulyarni kanatkani протяженности 3 kilometr 600 metr. Juda ham uzun ekan. Maza qilib ketamiz. 20 kishidan ziyod odam bemalol ketar ekan. 50 ta odam u juda ham futbolni match bo'lgan uchun qisilib qoladi. Shunga 20-25 kishilik guruhga bemalol chiqib, mana shunday aylanib ketsa bo'ladi. Plus tarafi Shofir aka sizlar bilan birga ekan. Har doim to'xtat desalaring, bitta to'xtatib ham qo'yar ekan. Hammasi shu yerda. Buni qaranglar manzarani. Bulutlarning ustida turibmiz. 3 metr nад уровнем неба degan kino bu-ku, boyga. Ispanlarning filmi. Xuddi mana shunaqa manzarada haqiqatdan yoningizda bitta inson bilan turib, bulutlarning ustidan qarab, kimligini bilish shart emas. Bor, shunaqa insonim bor. Allohga ming shukr, bor. Mana shu joyda ta'rifga so'z ojiz. Haqiqatdan ham ta'rifga so'z ojiz. Juda ham chiroyli. Bu Sepas metro plashatkasidamiz. Manzara shunchaki wow. Demak do'stlarim, bizlarda Trabzonga bo'lgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, bu video sizlarga manzur bo'ldi. Mehnatimizni bitta qadrlash uchun albatta bitta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsalar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Eng eksklyuzivlari albatta janob sayohatchida. Yana bir bor ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayr.